Ikkinchi bo'limda futbolchilarga nima dedingiz? Hisob 2-2 dan 7-2 ga qadar o'zgardi va 15 daqiqada Barselona Newcastle Unitedning chorak finalga chiqish umidini butunlay yo'q qildi. Biz bilamiz, ular pressing qiladi va buni juda yaxshi ko'rishadi. Yelka-melka o'ynashni. Bu biz uchun oson bo'lmadi. Birinchi golni urganimizda bundan yaxshi chiqib ketdik. Lekin o'yin yuqoriga pastga ko'tarila boshladi va birinchi bo'lim qiyin o'tdi. Uchinchi golni urganimizdan juda xursandman. Tanaffusda esa shuni aytdim. Bizning asosiy g'oyamiz oldinda o'ynash. Lekin biz ko'p to'p yo'qotdik va Newcastle kabi tez futbolchilarga ega jamoaga qarshi bu xavfli edi. Ular juda xavfli qarshi hujumlar uyushtirishdi. Shuning uchun himoyalanish oson bo'lmadi. Ikkinchi bo'limda esa o'yinni ko'proq nazorat qilishimiz, ularni chuqur himoyaga o'tishga majburlashimiz kerakligini aytdim. Shundan keyin o'z o'yinimizni o'ynashga harakat qildik va menimcha bu juda yaxshi ishladi. Ikkinchi bo'limda biz a'lo darajada o'ynadik. Hamma xursand, lekin chorak final oldidan murabbiy sifatida jamoa uchun qanday saboq chiqarish kerak deb o'ylaysiz? Biz yaxshilanishimiz kerak. Har bir o'yindan o'rganmoqchimiz va shunday ham qilyapmiz. Oxirida aytishim mumkinki, himoya chizig'imiz juda yaxshi ishlayapti. So'nggi o'yinlarda ular deyarli har bir daqiqada o'ynashmoqda. O'zgarish qilish oson bo'lmayapti. Shuni doimo nazorat qilishimiz kerak. Lekin ular ajoyib ish qilishmoqda. Men bundan juda xursandman. Albatta, terma jamoalar tanaffusdan keyin ba'zi futbolchilarimiz qaytadi. Bu esa yaxshi yangilik. Himoyada hali yaxshilashimiz kerak bo'lgan jihatlar bor. Biz buni bilamiz va buni ustida ishlaymiz. Jamoangiz 7 ta gol urdi. Bu Chempionlar Ligasi tarixida kamdan kam uchraydigan holat. Shundan keyin sizning jamoa Chempionlar Ligasida favoritlardan biri deb hisoblanadimi? Yoki PSG va Bavariya sizning jamoangizdan ustun deb o'ylaysizmi? Ular ham ajoyib. Bu UEFA Chempionlar Ligasi. Bu yerda hech narsa oson bo'lmaydi. Biz bosqichma-bosqich harakat qilishimiz kerak, o'yindan o'yinga. O'tgan mavsumda ham shunday qilganmiz va bu mavsumda ham shuni davom ettiramiz.